Assalomu alaykum hammaga. Hozir sizlar bilan navbatdagi yechimlarni ko'rib o'tamiz. Xo'p, demak bu masalamiz vodorod atomiga tegishli masala ekan. Bu masalani o'zim bir yechib ko'rdim, tahlil qildim. Hozir sizlar bilan imkon boricha shu mavzuga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni kengroq aytib o'tishga harakat qilaman. Tushunmovchiliklar bo'lsa, yana ham guruhda so'rasangiz, batafsil qo'shimcha tushuntirishlar berib o'taman. Xo'p, masala shartini o'qiylik. Vodorod atomining ba'zi energetik sathlar rasmda ko'rsatilgan. Elektronlar bilan bombardimon qilish natijasida uyg'ongan vodorod atomi foton chiqarib, o'zining burchak momentini 2h/p ga kamaytiradi. Vodorod atomini qo'zg'atuvchi elektronning energiyasi qancha elektronvolt bo'lishi mumkin deyapti. Xo'p, demak vodorod atomini elektron bilan qo'zg'atilgan, e'tibor berishimiz kerak, elektron bilan, foton bilan emas. Xo'sh. Endi vodorod atomining tuzilishi haqida sal gaplashamiz va bu tuzilish uchun borning postulotlarini aytib o'taman. Vodorod atomining yadrosi mana shu bo'ladigan bo'lsa, uni atrofida elektronlar aylanma harakat qiladi, o'zini ma'lum bir orbitalari bo'yicha. Masalan, birinchi, mana bu ikkinchi sathni hosil qilsin. Uchinchi sath. Bu yerda masshtablar saqlanmayapti, chunki radiuslar katta farq qilib ketadi. Birinchisining radiusi r bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisining radiusi 4 ta r bo'lib ketadi. Uchinchisiniki 9 ta r bo'lib ketar edi. Xo'p, mayli, bu radiuslar muhim emas. Demak, 3 xil 3 ta orbitasini chizib qo'ydim. Buni davomlari bor. Hali 4-inchisi, 5-inchisi, 6-inchisi va hokazo ko'p. Demak, mana shu orbitalarda elektronlar harakatlanadigan bo'lsa, yana aytib o'tishim kerak, vodorodda bittagina elektron bor. Bitta elektron birinchida bo'lishi mumkin, ikkinchida bo'lishi mumkin, uchinchida va hokazo qaysidir bittasida harakatlanayotgan bo'lsa, hop, vodorod borning birinchi postulatiga ko'ra, ma'lum bir energetik sathda aylanib turgan elektron, masalan, mana shu birinchi orbitada aylanib turgan bo'lsa, mana shu aylanib turish jarayonida energiya nurlamaydi ham, energiya yutmaydi ham. Ya'ni elektron fotonlarni qabul ham qilmaydi, nurlab ham yubormaydi. Mana shu bitta orbitani o'zida turgan vaqti. Agarda u orbitasini o'zgartiradigan bo'lsagina energiya yutishi yoki chiqarishi mumkin. Demak, birinchi postulati ma'lum bir energetik sathda harakatlanayotgan elektron foton nurlamaydi ham, qabul ham qilmaydi. Birinchisi. Ikkinchisi, agarda elektron bitta orbitadan boshqa orbitaga ko'chib o'tadigan bo'lsa, ana shu orbitalarning energetik sathlari, ya'ni mana buni energiyasi E1, mana bu yerdagi energiyasi E2 bo'ladigan bo'lsa, E1 minus E2 ga teng miqdordagi hnu energiyali fotonni nurlaydi. Mana bu ikkinchi postulat. Ya'ni mana shu energetik sathlarning farqiga teng bo'lgan energiyali foton nurlaydi. Xo'p, uchinchi postulatidan kelib chiqardi, uchinchisidan. Xo'p. Mana shu orbita, qaysidir bir orbitada harakatlanayotgan elektronning impuls momenti, ya'ni v tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsa va uni massasi m bo'ladigan bo'lsa, mv, keyin buni mana shu r qanday radius bo'ylab harakatlanayotgan bo'lsa, mvr impuls momenti teng bo'ladi chiziqli hdan ana shu tartib raqam. Masalan, birinchida aylanayotgan bo'lsa 1 qo'yishim kerak, ikkinchi orbitada aylanayotgan bo'lsa 2 qo'yishim kerak, uchinchi orbitada aylansa 3 qo'yishim kerak. Ana shu bosh kvant son ham deyiladi. Bosh kvant son marta farq qiladi, ya'ni impuls momenti nh ga proporsional ekanligini aytib o'tadi. Demak, bu uchinchi postulati hisoblanadi. Bu yerda chiziqli hni aytib o'tishim kerak. Chiziqli h oddiy Planck doimiysi hdan 2pi marta kichik. H taqsim 2pi ga teng. Xo'p. Bor postulatlar bilan qisqacha tanishdik. Endi mana bu yerda burchak momenti deb aytib o'tyapti. Burchak momenti deganda mana bu qiymat aytiladi, nazarda tutilyapti.
burchak momenti. Demak, burchak momenti n ko'paytirilgan chiziqli h sifatida berilyapti. Xo'p, demak, mana shu burchak momentining o'zgarishi, demak, delta L deb belgilasak ham bo'ladi. Teng bo'lar ekan, xo'p, ikkita h taqsim p ga. Yoki buni aytishim mumkin. 4 ko'paytirilgan h taqsim 2p deb aytsam bo'ladi. Mana bu yerda belgilab aytib o'tdim. Xuddi shundan mana bu chiziqli hni beradi. Xo'p, shunga ko'ra yozadigan bo'lsak, delta L barobar 4 ta chiziqli h. Demak, chiziqli hdan 4 mana bu o'zgarish 4 o'zgarish sodir bo'lyapti deb bemalol aytishim mumkin mana shu yerda. Bundan xulosa qilishimiz mumkin. Orbitasi birinchi orbitadan 5-ga o'tgan yoki 2-dan 6-ga o'tgan orasidagi farq 4 ga teng. Mana bu 4 shu narsani anglatib turibdi bizda. Xo'sh, endi kamaytirgan deyapti. Kamaytirgan bo'lsa, demak, hop 5-dan 1-ga o'tgan bo'lishi mumkin yoki 6-dan 2-ga o'tgan bo'lishi mumkin yoki 8-dan 4-ga o'tgan. Misol uchun mana shunday orasidagi farq 4 ga teng bo'lgan o'tishni hosil qilyapti. Xo'p, ana shunga ko'ra elektronning orbitasi masalan, elektron kelib atomga urilayotgan bo'lsa, ana shu elektronning energiyasi qanday bo'lishi mumkin deyapti. Xo'p, bitta misol tariqasida masalan bizga energetik sathlarga yozib qo'yibdi. 1, 2, 3, 4, 5. Shulardan foydalanadigan bo'lsak, mana bu 5-orbitadan 1-orbitaga tushgan deb aytishimiz mumkin. Xo'p, 5-sathning energiyasini 13,6 elektron volt ekanligini aytyapti. Mana bu 1-sathni xo'p 0 deb olib qaraydigan bo'lsak, mana bu 0 deb berilgan. Demak, mana shu ayirmani hisoblaymiz. Demak, delta E energiya 13,6 elektron volt. Demak, mana bu tushayotgan elektronimizning energiyasi 13,6 elektron voltdan kattaroq bo'lishi kerak. Xo'p. Shundan xulosa qilishimiz mumkin. Mana shu elektron bilan agar bombardimon qilayotgan bo'lsak atomni, demak, tushayotgan elektronning energiyasi mana bundan sal kattaroq bo'lishi mumkin. Bu elektron emas, foton emas, bu elektron, ya'ni tushgan vaqti energiyasini hammasini beradi yoki umuman bermaydi degan qoida yo'q. Foton masalan elektronga tushardi, bor energiyasini beradi va elektronning orbitasini orttiradi. Bu elektron qanchadir miqdorda qisman energiyasini berib, qolgan qismi bilan o'zi harakatlanishi ham mumkin. Shuni hisobiga, demak, javoblarimizda mana shu 13,6 elektron voltdan kattaroq bo'lgan javobni belgilaymiz. Shuning uchun o'zi javoblarimiz ham bitta, qolganlari 13,6 dan kichik javoblar. Shu narsaga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Xo'sh, keyingi masalaga o'tsak, vodorod atomining ayrim energiya sathlari rasmda tasvirlangan. Asosiy holatdagi vodorod gazi bilan to'ldirilgan muhit elektronlar va fotonlar bilan bombardimon qilinganda uyg'ongan vodorod atomlari asosiy holatga qaytish jarayonida Balmer seriyasiga tegishli nurlarni chiqaradi. Xo'p, quyidagilarning qaysi foton yoki elektron vodorod atomini qo'zg'atadi deyapti. Xo'p, demak, bizda har xil javoblar berilgan. Mana bu variantlar. Fotonlar va elektronlar. Demak, atomni bombardimon qilishda ham elektronlardan, ham fotonlardan foydalanyapmiz. Shunga ko'ra, mana bu uchala javoblarda, mana birinchi javobni o'qiydigan bo'lsak, 12,7 elektron volt energiyali K fotonlar. Demak, birinchisida fotonlar, ikkinchisida ham fotonlar, keyingisida elektronlar. E'tiborli bo'lishimiz kerak. 12,7 elektron voltli foton, demak, atomni qo'zg'algan holatga o'tkaza oladimi? O'tkazishi uchun mana bu yerdagi berilgan son qiymatlarning aynan o'ziga teng bo'lishi kerak agar foton bo'lsa.
Mana shu mana aylaniga olib qo'yapman. Xo'p, agar foton bo'ladigan bo'lsa, aynan mana shu sonlarga agar 10,20 elektron volt energiyaga ega bo'ladigan bo'lsa, u birinchidan ikkinchiga o'tadi. Agarda 13,6 elektron volt energiyaga ega bo'ladigan bo'lsa, mana bu birinchi sathdan 5-sathga o'tadi. Agar 13,6 elektron volt bo'ladigan energiyaga ega bo'ladigan bo'lsa, u ionlashadi, ionizatsiya liniyasiga o'tadi, ionlashib ketadi. Ya'ni to'laligicha atomdan, yadrodan ajraladi. Agarda 12,6 elektron volt energiya beradigan bo'lsak, birinchi sathdan 3-sathga o'tadi. Ana shunday tushunchalar berilgan bu yerda. Bizni misolimizdagi fotonda esa 12,7 elektron volt energiya bor ekan. 12,7 degani, xo'p, 12,10, ya'ni 12,1 dan balandroq, 12,75 dan kamroq. Ya'ni bunga ko'ra foton energiyasi mana bu oralig'ida qolib ketishi kerak. 4-ga yetmaydi, 3-dan kattaroq. Demak, 3dan katta, 4ga yetmaydi. Unaqa bo'lishi mumkin emas fotonda. Yo aynan mana bunga chiqarsin, yoki bunga chiqarsin, yoki undan balandiga chiqarsin, yo butunlay ionlashtirib yuborsin, yoki ikkinchiga chiqarsin. Hech qachon qandaydir oralig'ida qolib ketishi mumkin emas. Shuni hisobiga birinchisi to'g'ri bo'la olmaydi. Xo'p, endi ikkinchi shartni o'qiymiz. 13,6 elektron volt energiyali foton. E'tibor bersak, mana 5-sathdagi energiyaga mos kelyapti. Demak, mana shu fotonimiz aynan birinchi sathdagi elektronni 5-sathga chiqara oladi. Shuning uchun ikkinchi to'g'ri. Uchinchisi 13,50 elektron volt energiyali elektron. Demak, uchinchisida elektronni energiyasiga e'tibor beradigan bo'lsak, 13,50 yoki 13,5 desak ham bo'ladi. 13,5 elektron volt. Bu raqam mana qaraymiz, hech biriga to'g'ri kelmaydi. Bunga ham hech biriga to'g'ri kelmaydi. Lekin bizda elektron deb aytib o'tilyapti. Elektron bo'lganligi sababli o'ziga yetadigan miqdorda, masalan, 13,6 gacha ko'tarib chiqaradi. Mana shu 13,5 elektron voltni, xo'p, 13,6 elektron volt energiyasini ana shu sathni oshirishga beradi. Qolgan qismi, ya'ni bizda qolyapti 0,45 elektron volt. Mana shu 0,45 elektron volt bilan qolgan energiyasi bilan o'zi harakatlanib keta oladi. Ya'ni elektron bir qismini fotonni, atomni qo'zg'algan holatga o'tkazishga sarflab, qolgan energiyasini o'zi olib keta oladi. Fotonda unaqa xususiyat yo'q. Demak, uchinchisi ham bo'la oladi. Shunda mana bu birinchi va ikkinchi va uchinchi degan javoblar to'g'ri javob bo'ladi. Qandaydir savollar bo'lsa yana so'rashingiz mumkin. Menimcha tushunarli bo'ldi. Xo'p, navbatdagi masalalarga o'tamiz. Bular uncha ko'p vaqtni oladigan masalalar emas. Rasmdagi zanjir reaksiyasida qanday X izotopning yadrosi hosil bo'ladi? Hosil bo'lgan vodorod neytronlar soni nechtada? Demak, neytronlar sonini topib berishimiz kerak. Demak, bizda alyuminiy atomi berilgan. Alyumininiki bilamiz 27,4. Demak, reaksiya tenglamasini yozaylik shu yerga. 27,13 alyuminiy qo'shilgan 12,6 S uglerod. Mana shu ikkalasi alfa zarra. Alfa zarrani geliy yadrosi deymiz, turi 2. Plus neytron. Neytronniki 1,0 neytron. Plus qandaydir X atom. Xo'p, buni A va Z deb belgilaydigan bo'lsak, biz neytronlar sonini topishimiz kerak, faqat A ni. Demak, 27 plus 12 teng bo'lishi kerak 4 plusdan 1 plus X ga, ya'ni A ga. Bu yerda A ni topadigan bo'lsak, xo'p, ikkalasi qo'shamiz. 27 ga 12 ni, bu 39 bo'ladi. Ayiramiz 5 ni. Bu degani 34. Biz A ni topdik. Bu yerda proton va neytronlar sonining yig'indisi. Endi Z ni topib qo'yamiz. Z
Zni topishimiz uchun 13 plus 6 mana bunaqa qilib topyapman. Ya'ni ani topguncha ikkalasini yig'indisi teng bo'lishi kerak bularning yig'indisiga. Zni topishda ham xuddi shu qoida. Demak, protonlar soni saqlanishi kerak. Ikkalasini yig'indisi mana bularning yig'indisiga teng bo'lsin. Xo'p, teng bo'ladi 2 plyusdan 0 plyusdan z ga. Bu yerdan z ni topadigan bo'lsak, 19, 17 chiqar ekan. Neytronlar sonini topish uchun A dan Z ni ayirib qo'yishim kerak. Demak, 34 dan ayirishim kerak 17 ni. Demak, 17 ta neytron degan javobni belgilaymiz. Hop, keyingi masala. Quyida rasmda yadro reaksiyasi natijasida qanday noma'lum yadro hosil bo'ladi? Xo'p, bor elementi berilgan ekan. Mana bu yerda proton, alfa zarra va mana bu qandaydir noma'lum x. Buni A va Z lari bor. Xo'p, buni ham reaksiya tenglamasi ko'rinishida yozib olaylik. Borni yozadigan bo'lsak, B 11.5 plyusdan protonni 1.1 reaksiya tenglamasida geliy turi 2 plyusdan yana bitta geliy turi 2, mana ikkita alfa zarra va qandaydir x, A va Z lari bor. Hop, x, mana shu x qanday moddaligini topishimiz kerak ekan. Demak, 11 plyusdan 1 teng bo'lishi kerak 4 plyusdan 4 plyusdan A ga. A ni topadigan bo'lsak, hop, 12 dan 8 ni ayirishimiz kerak, 4 chiqar ekan. Endi pastdagilari bo'yicha, ya'ni 5 plyusdan 1 teng bo'lishi kerak 2 plus 2 plyusdan Z ga. Bu yerdan Z ni hisoblasak 2 chiqar ekan. Hop. Demak, turi 2 bu ham geliy yadrosi ekan. Turi 2. Geliy yadrosi emas, geliy atomi desak ham bo'ladi. Hop, bu masala ham ketdi. Endi bugungi masalalarimizni eng oxirgisi. Quyidagi rasmda yadro reaksiyalari natijasida qanday noma'lum yadro X hosil bo'ladi? Bu element Mendeleyev elementar davriy sistemasida tartib raqami qanday? Tartib raqami protonlar soniga teng bo'lardi. Demak, biz protonlar sonini topishimiz kerak. Hop, beriladi yozilgan, mana bunda beriladi 9. Hop. Xira qilib mana bu yerda neytroni bor yadrosida, protonlari bor degan ba'zi bir ma'lumotlarni aytib o'tgan. Mana bu vodorod ekan. Buni ham reaksiya tenglamasini yozib olamiz. Hop. Berili 9.4 plyusdan vodorod ekan. H2O1. Demak, neytronniki 1.0 plyusdan qandaydir x, A va Z bor. Xo'p, bizga Z ni o'zini topish yetarli, chunki tartib raqamini so'rayapti. 4 plyusdan 1, ya'ni mana bunga buni qo'shyapman. Mana bularni yig'indisini berish kerak. Teng bo'lishi kerak 0 plyusdan Z ga. Z barobar 5 ekan. Mana bu 5 degan javobni belgilaymiz. Xo'p, shu yerda yechimlarni tugatamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Yechimda muallif Amirov Sarvar bo'ldi. Demak, navbatdagi masalalarni guruhga joylab qo'yaman.